Diqqat, ogoh bo'ling. O'zgidromet O'zbekistonda 3, 4, 5 va 6 iyun uchun kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 3-iyunda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 4-6 iyun kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 3 va 6 iyun kunlari 15-20 daraja, 4-5 iyun kuni 13-18 daraja, kunduzi 3-iyun kuni 26-31 daraja, 4-5 iyun kunlari 28-33 daraja, 6-iyun kuni 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 3-iyun kuni ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 4-6 iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 3-iyun kuni kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja. 4-6 iyun kunlari kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 3-4 iyun kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 5-6 iyun kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 3 va 6 iyun kunlari 30-35 daraja, 4-5 iyun kunlari 28-33 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 3-4 iyun kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 5-6 iyun kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 3-5 iyun kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 6-iyun kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 3-4 iyun kunlari 20-25 daraja, 5-6 iyun kunlari 17-22 daraja, kunduzi 3 va 6 iyun kunlari 30-35 daraja, 4-5 iyun kunlari 28-33 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12-7 daraja, kunduzi 3 va 6 iyun kunlari 23-28 daraja, 4-5 iyun kunlari 20-25 daraja bo'ladi. Deyiladi O'zgidromet ma'lumotida. Hurmatli tomoshabin, videoga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.